DDR5 32 GB 5600 MHz'li 216 GB dan RGB narxi $350. Endi savol tug'iladi, nimaga operativkalar narxi bunchalik oshib ketdi? Ayniqsa DDR5larni. Faqat operativka emas, balki operativka, SSD, protsessor va video kartalar ham narxi oshib boshlayapti. SSDlar qachon oshib bo'ldi o'sha? Oldin 512 GB sotilgan, misol uchun 30-35 sotilgan SSDlar hozir o'sha $70 ga chiqdi narxi. 1 terabaytliklar esa $130 ga chiqdi narxi. Bugun sizlarga mana shu kompyuter texnikalarning narxi oshishi haqida gapirib beraman. Undan oldin videoga bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va videoni ko'proq odam ko'rish uchun o'rtoqlarga tarqatib olsanglar ham bo'ladi. Hali bo'lmasa boshladik. ...2025-yil oktyabr-noyabr oylaridan boshlab operativkalar narxi sezilarli darajada oshib ketdi. Bunga asosiy sabab o'zi ko'pchilik bunga uncha qiziqish bildirmadi, chunki boshlang'ich narxi $15-20 oshdi. Mana oddiy misol hozir aytib beraman. DDR5 32 GB operativka, 216 GB 5600 chastota va RGB lik degan bo'ladi. Endi narxi $350. Bu operativkalar qisqa aytganda 5 oy oldin narxi $95-100 edi. Va hozir narxi yana $250 ustiga oshdi, ya'ni 3,5 barobarga narx oshib ketdi. Va bu narx hali bir to'xtamaydi tushishi. Chunki bir hafta oldin $300 edi bu operativka va hozir o'sha $350 bo'ldi. Ya'ni pashti har hafta $20-30 narx oshyapti. Faqat operativka oshayotgan bo'lsa ham mayli, o'sha SSD ham qo'shildi oshishga va toshlar ham oshyapti. Va endi mana yanvar oyidan boshlab video kartalar narxi oshish boshladi o'sha. Oddiy misol, dekabr boshlarida 50-70 video kartalar $630-650 sotilayotgandi va hozir o'sha narxi $700 ga chiqdi. Nima sababdan? Asosiy sabab nima? Bu sun'iy intellekt, ya'ni AI. Chunki 2025-yilda sun'iy intellekt juda rivojlandi va juda talab ko'paydi sun'iy intellektga. Ya'ni nima ish qilmoqchi bo'lsangiz ham sun'iy intellekt beryapti. Video olasizmi? Sun'iy intellekt qilsiz bo'ladi. Montajmi? Sun'iy intellekt qilsiz bo'ladi. Ovozmi? Sun'iy intellekt. Rasmmi? Sun'iy intellekt. Nima? Mingizdagi gap nimani o'ylagan narsangizni sun'iy intellekt tashlaysiz, chiqarib beradi u narsani. Va shu sababli ham sun'iy intellektlarning soni oshmoqda va mana shunga operativniy xotiralar va protsessorlar, SSDlar juda zarur. Endi qachon narxi tushishi mumkin va yana qanchagacha narxi oshadi? Hozirga to'liq tushuntirib beraman. Bilsanglar, agar 2024-yilda ham daji 1 yil oldin bunchalik darajada ko'p sun'iy intellekt yo'q edi. Biz biladigan sun'iy intellektlar nima edi? O'sha 2024-yilda ham ChatGPT bor edi, Midjourney bor edi va yana bitta tanilmas sun'iy intellektlar bor edi. Lekin hozir nima ish bo'lsa ham hozir odamlar kiradi, telefon zaryadkasi o'chib qoldi, nima qilsam bo'ladi deb ChatGPT ga yozadi. Har bitta mayda-chuyda ishlarni ChatGPT dan so'rayapti. Va bu sun'iy intellektchilar o'rganyapti. Sun'iy intellektga o'sha talab yuqori va ko'proq sun'iy intellekt ishlab chiqarilishi kerak. Buni narxi qachon tushishi mumkin yoki qachon to'xtaydi narx oshishi? Narx tushishini bilmayman-u, aniqini 2026 va 2027-yilgacha narx oshadi. Hali bir tushish ehtimoli juda past. Hali yana 2-3 barobarga oshish ehtimoli bor. Ya'ni hozir $350 etgan operativka narxi 600 gacha ko'tarilishi mumkin. Ya'ni yil oxirigacha. Bunga qo'shilib SSD ga ketayotgan narx oshishi, toshlar narxi oshyapti, video kartalar narxi oshyapti. Qachon to'xtaydi endi buni narxi? 2027-yil boshlariga va o'rtalariga narx to'xtashi kutilyapti. Yaxshilab e'tibor bering, tushishi emas, to'xtashi. Balki mana shu $345, $350 operativka 2027-yilgacha $1000 ga chiqar. Balki $1,500 ga chiqar. Lekin o'sha chiqqan narxidan tushish ehtimoli hali bizga noma'lum. Biz biladigan narsa, yaqin 1-2 yil ichida narxi o'sishda to'xtamaydi. Va endi siz nima qilishingiz kerak? Narx oshish to'xtamasa va bu degani DDR4 ga talab kuchayadi degani yana. DDR4 narxi oshdi, lekin juda katta narx emas. Misol uchun 8 GB DDR4 narxi oldin $15-20 edi, hozir $25-30 ga yaqinlashib qoldi. Ya'ni 32 GB DDR4 narxi
100-120 dollar atrofida. Oldin 50-60 dollar edi. Ya'ni 2 barobar oshdi desak ham bo'ladi. Lekin DDR4 bu uncha ko'zga ko'rmaydi. Eng ko'zga ko'rinayotgan narsa bu DDR5. Endi aytishingiz mumkin, balki DDR6 chiqar deb. DDR6 chiqishi hali ehtimoldan juda uzoq. Agar bu narx oshishdan to'xtamasa, bozorda DDR4 ga talab juda ham kuchayib ketadi va DDR4 ham narxi oshib ketishi mumkin, shu ketish bo'lsa. Endi yarim yil oldingi 500 dollarlik sborkalar hozir уже 800 dollarga yaqinlashib qolyapti. 750, 800 va bu narsa agar DDR5 hisoblaydigan bo'lsak, 6 oy oldingi 1000 dollarlik sborka hozir 1300-1400 ga yaqinlashib qolyapti. Tim bo'lib hozir уже faqat 50-seriya video kartalar ishlab chiqarilyapti, ya'ni yangilari. Уже 40-seriyalar ham уже ishlab chiqarish to'xtatilgan, faqat BU'lari bor ularni ham yoki o'sha Manidan kelgan, Xitoydan kelgan video kartalar bor. 30-seriya, 20-seriya, 10-seriya umuman bular chiqarilmayapti necha yildan beri va ularning BU'lar narxi esa bozorda yaxshigina tushib qoldi desak ham bo'ladi. Misol uchun mana bu narxlarni ko'rishingiz mumkin. 2-3 oy oldin bunaqa narx emasdi. Narxlar 20-30 dollarga ancha tushib qoldi bu video kartalar. Balki buga talab ko'payib ketar. Unisidan to'g'risi men bilmayman. Men hozir biladigan narsam, narx hali beri tushmaydi. Endi nima qilish kerak shunaqa vaziyatlarda? Ya'ni narx oshishda to'xtamayapti, siz nima qilishingiz kerak? Iloji boricha kompyuter olmoqchimisiz? 1 oydan keyin narx tushib qolar, 2 oydan keyin narx tushib qolar deb kutmang. Narx tushmaydi. Ya'ni 1 yil tushmasligi aniq. 1 yil narx tushmasligi aniq. Siz 1 yildan keyin olaman deya olmaysiz, chunki ishingizga zarar bo'ladigan bo'lsa, siz kompyuter olishga majbursiz. Iloji boricha bor budjetingizdan foydalanib, kompyuter olib qo'ying hozir o'zida. Aytaylik 8 dollar pulim bor. Balki 2 oydan keyin tushib qolib 7 dollarga tushib qolar, 6 dollarga tushib qolar. Yo'q, bunaqa narsa bo'lmaydi. 8 dollar o'sha DDR4mi? DDR4 kompyuter olavering. Ras sizni mo'ljalingiz 1,5 dollarlik kompyutermi? Aytaylik video kartani sal oldinroqni qo'ysiz. 2 oydan keyin ozgina pul qo'shib, video kartangizni sotib, yangi video karta qo'yaverasiz. Shunaqa qilib, misol uchun sotib, qo'shib, o'ziga kerak bo'lgan konfiguratsiyani yig'ib olsangiz bo'ladi. Lekin hozir bitada pul yig'gunizgacha o'sha hozir 1,5 dollarlik sborka misol uchun mendan so'rayapsiz, yoki 1,5 dollarga qanaqa kompyuterga berishingiz mumkin deyapsiz. Aytaylik, misol mana shunaqa tosh, mana shunaqa video karta, shunaqa operatsiya, shunaqa sizda. Va bu narsa 1,5 dollarga chiqdi. Siz u pulni 3 oyda yig'aman desangiz, 3 oyda yig'ganingizdan keyin bu 1,5 dollar narxi 1,800 ga oshadi va siz yana 300 dollar yig'ishingiz kerak 3 oy ichida. Ya'ni 3 oydan keyin to'g'rirog'i. Shuning uchun hozir qo'lingizda bor turgan pul bilan iloji boricha o'sha budjetingizga mos keladigan kompyuter olib qo'yganingiz yaxshi. Chunki hali beri narx tushmasligi aniq. Buni yana qaytarib aytaman. Iloji boricha erta demasdan, indin demasdan hozir kompyuter olinglar. Va hozir yana bitta ancha narx tushgan narsalar, ya'ni bu sborkalar narxi yaxshigina tushib qoldi. Ishonchli bu sborkalarni qayerdan olsak bo'ladi yoki umuman o'sha texnikalarni, video karta, tosh, monitorlarni qayerdan olsak bo'ladi ishonchlilarini desaydi, mana shu bizning kanalimizda shu yoqqa kirib bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Va shu joyda videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz menimcha o'ylaymanki, o'zingizga kerak bo'lgan ma'lumotni oldingiz. Ushbu videoni ko'plab tanishinglar, misol uchun kompyuter olmoqchi bo'lib yurgan o'rtoqlar jo'natib qo'yinglar, chunki u bu hali xabar topmagan bo'lsa va balki хотя бы 100-200 dollar pul tejab qolgan bo'ladi. Charchamanglar, sog' bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.